Git 35. Alloh taolo shunday deydi: Ey odam bolasi, sen iqlitga ikki rahmat orasida turibsan va qaysi biri sen uchun kattaroq ahamiyatga ega ekanini bilmaysan. Insonlardan yashirilgan gunohlarmi yoki shukr va poklikmi? Agar odamlar sen haqqingda men bilgan narsalarni bilsa, ular senga salom ham bermasdi. Bu bilan bir qatorda senga berilgan so'g'lik, odamlarga muhtoj bo'lmaslik, ularning senga muhtojligi va ularning zararidan himoyalanganliging bu mening senga berilgan katta ne'matlarimdir. Menga sano ayt va mening ne'matlarimning qimmatini bil. Amallaringni riyoyadan tozala, sayyohning oziq-ovqatini to'pla va yarimdagi mening arshim ostida yaxshi amallar qil. Ey odam bolasi, sizning chirkangizni qalblaringiz amallaringizdan yig'laydi. Amallaringiz tanalaringizdan, tanalaringiz tilingizdan va tillaringiz ko'zlaringizdan yig'laydi. Ey odam bolasi, mening xazinalarim hech qachon tugamaydi. Qancha sarflasang, men ham seni uchun shuncha sarflayman. Qancha tejasang, men ham seni shuncha to'ydiraman. Sening sarfingdagi skuposting men bergan ne'matga nisbatan ehtimolan bemalollik, kambag'allik qo'rquvi va menga bo'lgan ishonchning yo'qligidan kelib chiqadi. Haqiqatan ham men sening xaraktering asosiy xislatiga olding uchun xavotir tug'ishni kiritdim. Sen xavotirda bo'lganingda men senga berdim. Sarf qil va mening bergan ne'matimdan skupoy bo'lma. Uni mening bandalaring bilan bo'lish. Men senga kompensatsiya va kafolat beraman. Men seni mukofotlayman. Shuning uchun mening kitobimga shubha qilma. Kim mening va'damga va mening payg'ambarlarimga iymon keltirmasa, u mening hukmimni inkor qiladi. Kim mening hukmimni inkor qilsa, uni men yaqqol adga qarab tashlayman.